Dunyodagi birinchi telefonni kim ixtiro qilgan? Endi bilib olasiz. O'zi telefonlar paydo bo'lishidan oldin ham hamma bir-biriga xat jo'natib o'tirmagan. Telegraf degan uskunadan foydalanishgan. Telegraf orqali odamlar bir-biriga uzoq masofadan turib signal jo'natishadi va telegraf sentrlarda o'sha signalni omma tushunsa bo'ladigan yozuvlarga o'girib berardi. Aynan shu texnologiyani keyingi bosqichga olib chiqish uchun shotlandiyalik olim injener Alexander Graham Bell 1876-yilda uzoq masofadan odamlar bir-biriga nafaqat signal jo'natish, balki ovoz to'lqinlarini ham yuborish uskunasiga patent olgan. O'sha paytdan boshlab tarixda rasmiy tarzda birinchi ixtiro qilgan odam Alexander Graham Bell deb hisoblanadi. Lekin bundan tashqari boshqa odamlar ham o'sha paytning o'zida, balki undan avvalroq ham telefonga o'xshash uskunalarni ixtiro qilishgan. Lekin patentlash bilan muammo bo'lgan, uni tushuntirib berish bilan muammo bo'lgan, yana boshqacha muammolar kelib chiqqan. Yana bitta qiziqarli fakt. Alexander Graham Bellning onasi ham, ayoli ham kar inson bo'lishgan. Balki aynan shu sabab ham Alexander Graham Bell telefonni ixtiro qilgan. Bundan ham qiziqarli ma'lumot olish uchun obuna bo'ling.